Har qanday inshootning mustahkamligi poydevordan boshlanadi. Poydevorning kuchi esa sifatli temir mahsulotlariga bog'liq. Bu mas'uliyatni tasodifan hech kim zimmasiga olmaydi. Bu mas'uliyatni faqat ishonchli kompaniya ko'tara oladi. Bu kompaniya Metalmart. Metalmart qora temir savdosi sohasida 24 yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. 24 yil bu shunchaki raqam emas. Bu tajriba, bu sinovlardan o'tgan yo'l. Bu minglab qurilgan inshootlar tarixidir. Metalmart bugun eng yirik qurilish loyihalaridan tortib, eng kichik obyektlargacha sifatli temir mahsulotlarini yetkazib bermoqda. Metalmart kompaniyasi yildan yilga kengayib bormoqda. 2025-yil esa Metalmart tarixida alohida o'rin egallagan. Keling, 2025-yilda Metalmart nimalarga erishganini birgalikda ko'rib chiqamiz. 2025-yilda Metalmart vodiy bo'ylab shahar va tumanlarda faol kengaydi. Xo'jobod, Qo'rg'ontepa, Kosonsoy, Chust va Asakada ikkinchi filialini ochdi. Bu filiallar shunchaki savdo nuqtasi emas, bu ustalarga yaqinlik, bu tezkor yetkazib berish, bu qurilish to'xtab qolmasligi uchun yaratilgan imkoniyat. 2025-yilda Metalmart vodiydagi eng katta qurilish kompaniyalari bilan hamkorlik qildi. Yaqin Group, Business House, Milliard House, Old City, UK Asset, 5 bola beton. Har bir loyihada Metalmartning sifati, Metalmartning javobgarligi turibdi. Katta motivatsiya. Biz ustani qadrlaymiz, chunki haqiqiy qurilish usta qo'lida. 2025-yilda Metalmart tomonidan 1,5 mingdan ortiq usta svarshiklarga maxsus sovg'alarimiz topshirildi. Bu sovg'a emas, bu e'tirof, bu mehnatga berilgan bahodir. Katta bonuslar. 2026-yilda Metalmart usta svarshiklar uchun bonus tizimini yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda ustalarimiz Dubay, Tailand, Sharm el-Sheyx, Vyetnam kabi davlatlarga sayohat bonuslarini qo'lga kiritishlari mumkin. Bundan tashqari zamonaviy maishiy texnikalar, professional ish qurollari bonus sifatida taqdim etiladi va eng katta rag'bat Damas avtomobilini yutib olish imkoniyati. Bu Metalmartdan ustalarga bo'lgan real e'tibor. Yangi bosqich Metalmart aloqa markazi. Endilikda temir mahsulotlariga ehtiyoji bo'lgan har bir mijoz biz bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishi, o'zining qiziqtirgan savollariga javob olishi, filiallar haqida ma'lumot olishi va istalgan masofadan turib buyurtma berish imkoniyatiga ega. Assalomu alaykum. Metalmart kompaniyasiga bog'landingiz. Sizga qanday yordam bera olamiz? Dunyoning istalgan nuqtasidan turib WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali biz bilan bog'lanishingiz va istalgan savollaringizga javob olishingiz mumkin. Bu tezkor aloqa, qulay xizmat va sifatli servis. Metalmart sifatni tanlaydigan, ishonchni qadrlaydiganlar uchun.